Mana shu $1 million uzukni. Rostdan. Feruska to'yliga chiqqan. Ha. Onamga kelganlar. Qizingni olmayman, bo'ldi. Bizni pochcha bilan qayta Qochib ketgan. mojarolarim qochib ketganmiz. Yo'q, bizning zaksimiz yo'q. Amerikaga bilishim bo'yicha eshitganman. Zaksda bo'lsagina olib keta oladi qonuniy xotinni. Siz qanaqa ketgansiz? Qaynogachilarim, qaynonam, "Sen O'zbekistonda emassan, sen unaqa bo'lsang o'zingga, bunaqa bo'lsang o'zingga" boshlangan. Ko'chada qolganmiz. Qo'limda qizim 2 oylik, yana homilador bo'lganman, bilmay qolganman. 20 ga ham to'lmaganman. Erim 21-22 yosh farzandimiz edi, ko'chada chaqaloq bilan yurganmiz. Amerikada. Oyingizga bordingizmi? Yo'q, meni nomim yomon nom bilan tilga olinsa xafa bo'lmasdim. Lekin hozir обсуждать qilishingiz mumkin kommentariyada onang-ku, u-ku 4 boshingiga tushmagungacha bu narsani his qilmaysiz. Shu oxirgisi sar alam qiladi. Men ham xohlamaganman opa-singlim bilan. Assalomu alaykum Rishxonim loyihasining aziz kuzatuvchilari. Demak, bugungi intervyuimiz o'z bizneslariga ega bo'lgan, shu bilan birgalikda yaqinda Amerikadan kelib, ko'proq Amerikada faoliyat yuritadigan Feruska Asanova bo'ladi. Feruska Asanova biznes ledi hamda brilliant biznesi bilan bir necha yillardan beri shug'ullanib keladilar. Aynan esa bugun Feruska bilan gaplashamiz. Ana vaqtida keldilar. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Rahmat. Bunday ozib chiroyli bo'lib ketdingiz. Rahmat. Yaxshimisiz? Yaxshi keldingizmi? Assalomu alaykum. Demak, Feruza opa endi 2 kundan keyin uchib ketadilar. Yana Amerikaga. O'zbekistonga nima shamol uchirdi? Bilasizlar, pulni yaxshi ko'raman. Biznes, конечно. Biznes, ha? Demak, yangilikdan qolishi, yanada yangilik qilib O'zbekiston ham ma'lum. Juda ham bomba yangiliklar bor. Kutinglar. Bu haqida yana ichkarida gaplashib olamiz. Aynan biz turgan joy ularning ofislari hisoblanadi. Turmush o'rtoqlari bilan birgalikda O'zbekistonda ham biznes qilishmoqchi. To'g'rimi yana? Da. Shu haqida gapiradilar. Keling. Bu ham ichi zo'r. Bu demak kashtan mebel. Da, kashtan mebellari. Bu o'zi qarindoshimizaniki. Xudo xolasa buni yengilikda aytkim kelmayapti. Aytavering, yana ham kattalashtirish, birgalikda kattalashtirish maqsadida da o'sha переговорlar bilan keldik. Xudo xolasa juda ham bomba yangilik kutinglar Amerika. Demak, Feruska faqatgina o'sha brilliant biznes bilan emas, balki boshqa bizneslar bilan ham shug'ullanadilar. Bugun hammasini ochiqlaydilar, qochish yo'q. Yo'q, bemalol. Demak, o'tirib gaplashamiz. Yuringlar. Demak, bugun o'rtoqlar Feruska hech qayerda gapirilmagan gaplarni aynan menga gapirib o'tadilar. Nimaga aynan, lekin boshqa intervyuda so'ralmagan ekan, Feruska nomi bilan Instagramda ijod qilasiz. Umuman magazinlaringiz nomi ham Feruska, hattoki mashinangiz ham Feruska, hattoki pasportlarda ham pechat Feruska deb bosilgan. O'zi Feruskani неожиданный bo'lib qolgan. Ko'pchilik Feruzechka, tam o'rislar, ruskoговорящийлар Feruzechka deyishardi. Masalan, onam ham masalan Feruskam derdilar-da. Keyin shu bilan biza mashinamga ismimizni yozdiramiz dedi. U bir 10 yil oldingi narsa. U paytda unaqa yozishmasdi. S-klassda yurgan paytlar. S-klassda, da. U nimaga bunday 48 kilo qiz katta diplomatlar mashinasini haydaydi deb rosa ovoza bo'lganman. U paytda endi ayollar ham kamroq edi rulga tushganlar u paytda. O'zbeklar sar kamroq, rulda ayollar, qizchalar kamroq. Nomer yozilgan yo'q edi endi. Amerikaliklarda nimadir nickname'larni ko'rardi. Ajoyib bo'ladi. Hani, mani shunaqa. Keyin men borib o'sha nomer oladigancha endi bizda mumkin xohlagan ismingizni yozib olishingiz, даже so'kib yozib olsangiz ham bo'ladi. Hamma narsa mumkin. Faqat pulini to'laysiz, yillik to'lovi bor. Keyin borganman Feruza desam, Feruza ancha yil oldin boshqa state'da olingan dedi. Keyin nimadir yoniga nomer qo'shsam, nimadir qo'shdida, faqat 8 tagacha mumkin. Feruzechka ham bo'lmaydi, nima qilaylik? Feruska qo'yamiz dedilar. Bular rosa o'ylaydi, 4-5 ta variant berdi. O'sha Feruska bilan keyin o'zi nickname'im anaqada Instagramda ham Fendimi nimadir bo'lardi-da. Endi o'sha men o'zi eski profilim bor, keyin men hozir yurg'izayotgan millionli profilim bor. Uni men 18-yilda yozganman, lekin men Instagramni 14-yildan beri yurg'izaman. O'sha ochilganidan beri. Keyin o'tgan Feruska deb yozib oldim. Shu bilan keyin voy o'zbek qizi, ismi o'zbek, ismi ham xursand, o'zbeklarni ko'rsa juda ham podдержкада bizada Nyu-Yorkda. Voy bizani o'zbek tam S-klassda yuribdi, 10 yil oldingi gapda.
voy deb anaqa ovoza bo'lib ketdi, juda ham ovoza bo'lib ketdi. O'tda endi bu nomerimni qancha mashina alishtirganmiz, sotib boshqa olganimizda ham bu nomerni har doim o'tkazib yuramiz. O'shandan keyin Feruska bo'lib ketdi. Bir tarafdan yaxshi deyman. Va Feruza ismi ko'p, Feruskasi o'zi bitta. Demak, Feruska bilan bugun shaxsiy hayotlarga ham to'xtalamiz deganmiz. Nimaga aynan o'sha boshqa intervyularingizda men ko'rmadim, yoshligingiz haqida, bolaligingiz, ota-onangiz haqida gapirganingizni. Keling, shu bugun intervyu davomida o'sha yoshligingiz va hamda ota-onangizga ham to'xtalsak. Mayli. Qanday oiladan chiqqansiz? To'q oiladan chiqqanman. O'zbekistonda ham hamma tanirdi. Qarindoshlarim ham hammalisi juda ham o'ziga to'q, obro'li, ismi bor odamlar bo'lgan. Raketda turgan ekansiz, Raket mahallada. Endi aytkim kelmasdi, o'zi bizada arochilarni qiziman. Arochi desa, уже резкий qo'l bilan ko'rsatiladigan oila bo'lgan. Endi bunaqa bo'lgancha aytkim kelmasdi. Ya'ni, ochiqcha gapiring. Minovodka anaqa aroq zavodi. Aroq zavodi bor. O'shaning uchun aytkim kelmasdi. Endi kim qanaqa qabul qiladi? O'shaning uchun aroqchilar deganda o'sha 5 ta aka-uka ko'rilgan, meni uyimdagilar. O'shaning uchun aytkim kelmasdi. Birovni hech qachon birovni nomi bilan biron nima gaplashmaganman. O'shaning uchun unaqa ochuvlagim kelmasdi. Lekin to'q oiladan juda ham qanaqa aytiladi? Baqat oiladan chiqqanman. Nechta farzand bo'lgansiz? 6 ta. Men 5-chiman. Siz 5-chi? 5-chiman. Shunda 5-qizmi yoki o'g'il? 2 ta qiz, 2 ta o'g'il, 2 ta qizmiz-da. 5-qizman. Qizlardan 3-chiman. 3-qizsiz. Biznes sohasida o'zi umuman biznes oiladan chiqqan ekansiz. Shuning uchun biznes ledi. Biznes sohasidan kimlar ketdi oiladan sizdan boshqa? Bizani bolalardan hisoblasak hech kim. Hech kim, bittasiz. Bittaman. Xo'p, men endi buvim qo'llarida o'sganman. Biz endi ko'pchilik bo'lganimizga ham bizani uyimizda Do'mbrobotnitsa yashardi. Endi biz hamma aka-ukalar bitta mahallada o'sha Raketda joylashgani uchun oyim bitta o'zlari qolib ketgan uchun men oyim bilan turganman. Oyim o'sha amakilarimni biznesda anaqa nima desam ekan, taxlab qo'ygan o'zi buvim bo'ladi-da. Buvimni qo'llarida o'sganman deyman. Bitta men chiqardim, shu oyim bilan men o'tirardim maktabdan keyin ularda restoranlar bor, 7 mahal restoran ovqatlari bo'lib juda ham luxury yashardilar-da, endi oyim ham buvim ham. Lekin qarashlari ham o'tkir ayol bo'lganlar-da, buvim. Otammi, onalari. Ularning tarbiyalarini olib, menda ham qattim qo'lli, biznesga qiziqish, ani katta nazariya buvimdan o'tgan. Mana oyim yolg'iz qoldilar deyapsiz. Otangiz qayerda bo'lganlar o'sha payt? Yo'q, ular amakimga turardilar. Oyim amakimda endi ayollar boshqa uyda turardilar. Oyim endi katta juda ham uyda turishardi. O'tda Do'mbrobotnitsa anaqa oshpazgacha, shopirgacha hamma borib bitta oyimga xizmat qilardi-da. O'shanda bitta o'zlari qolib ketyapti deb oyimnikida men oyim bilan o'tiraman. Buvim ayollar bilan kelinlar bilan chiqishmasdilar-da. Ha. O'shanga o'zlari turardilar. Ular bilan men turardim. Bitta men oyim uchun juda katta odam xizmat qilardi. Xo'p, Amerikaga ketishingiz tarixi haqida gaplashamiz. Umuman shu jumladan turmush o'rtog'ingiz bilan qanday tanishganingiz haqida ham bu haqida mavzu ochilmagan ekan. O'zi turmush o'rtog'ingiz bilan qanaqa tanishgansiz va Amerikaga qanday ketgansiz? Turmush o'rtog'im bilan biz endi 3 oy kanikulda mana shu maktab paytidan tanish bo'lgan ekansizlar, to'g'rimi? To'g'ri. Sevishgan ekansizlar. Yo'q, maktab emas, kollej paytida. Bular otam 5 ta aka-uka-ku. 5 ta aka-ukani ayollari, bolalari, buvim bilan hammamiz 3 oy kanikulda o'zimizdan dachada o'tkazardik, shu qarindoshlarimizning dachasida. O'shanda qarindoshimni, 2 ta qarindoshimni boyfrendi, yigiti ko'rgani chiqqan, prosta ishidan ko'rgani chiqqanda, bular endi sinfdosh bo'lishgan uchalovikisi. Fayzi, yur, ko'rib kelaylik qizimmi deb chiqishgan. O'sha yerda rosa u bolalar meni ko'rsatishgan. Qarindoshi bor, san ham agar qarindosh bo'lsa uchalamiz boja bo'lib yuramiz deb anaqa interes yosh bolacha fikrlar bo'lgan. Ular u paytda ular 18-19 yosh bo'lganlar, turmush o'rtog'im. Yosh bo'lganlar. Endi yosh bolacha fikrlash, ular endi universitetga kirgan paytlar, men kollejga kirgan paytim oramiz 2 yoshdan oshiqroq-da. Keyin ko'rsatganlarda meni ko'rib, bu katta qiz buni yigiti ko'p deganlar. Unaqa bolalar bilan yuradi deganlar. Rasul qaytib ketgungacha, Toshkentga qaytib ketgungacha, Chorvodan Toshkentga qaytib ketgungacha kinnalab kelgan o'rtoqlari. U Mercedesli diyligi ham to'rchuntirib yuboradigan qiz, u hammani ham mensimaydi. Sen o'rolmaysan ham deb keyin sport ketib qolgan. Tushunasizmi mana? Tipa sen o'rolmaysan deb o'sha keyin qarasalar, bular aytadilar, interes uyg'onyapti yana. Chunki men o'rolayman boshlangan. Sport o'ynashgan bular. Sport o'ynashgan, keyin shu bilan mana mamta turadi, mahallani ko'rsatsa, to'xtanglar degan. 1-2 haftami, 1 oy oldin
shu eshikdan o'tganimda bitta qiz telefon mana bunaqa bo'lardi-yu, городской telefon ko'tarib yugurib chiqib qolganda, men o'sha yerdan o'tayotganimda to'xtab gapirmoqchi bo'lganman, lekin bo'yangan qiz bo'lgani uchun kelin bo'lib yana eri chiqib qolmasin deb uzoq kuzatib turib ketganman. Qayta bir oy davomida o'tganman, qaytib ko'rmaganman. O'sha qiz ekan-ku deganlar. Ular o'zi mo'ljallagan bo'lganlar, prosta ana eri bo'lsa Nobodajon o'ziga qarab olgan ekan, men rosa bo'yanib yurardim-da. O'sha paytdan jirtillagan bo'lganman-da. O'sha rosa yaxshi ko'rardim bo'yanishni. O'shanga hozir qizimni qiziqishi bo'lmagani uchun menga g'alati ko'rinadi-da bu narsa. Kichkinaligimizdan bilasizmi, qizil pomada surib, Paulina bo'lganman-da. Rangli tushli juda rangli tellar. Onamga shu urardi temada, surtashurardik. Keyin shu bilan turmush o'rtog'im ko'rgan, aytganki, "Voy, bu qizni men rosa anaqa ko'raman deb, rosa eshigidan o'tdim, ko'rmadim shu bilan" deb qiziqish uyg'ongan. O'zi yana 3-4 oy oldin tog'alarining qizlariga ham, tog'alarining qizlari ham Feruzada aytganlar. U qiz so'ragan, "Fayzi, rosa ko'p qizlar bilan gaplashasiz, o'zi qanaqasiga uylanmoqchisan?" deganlar. Desalar, ismi F bo'lsa, endi men ham Fman, Feruzami bo'lsa, bo'ylari baland, oppoq qiz bo'lsa, sochlari uzun, qora bo'lsa deganlar-da. Yo'llardan chiqib turman-ku. Bingo bo'lib. Keyin to'y kuni o'sha tog'alarining qizi ham shok bo'lib qolganki, "Voy Fayzi, prямо точно sanagan ekansiz, u paytda ko'rmaganlar-da." Juda xudoga yaqin odamlar-da, bularda ham o'zi nimani niyat qilsalar tez erishadigan odamlar. Haqiqatda menga Xudo bilan yuborganda, bularga meni yuborgan. Bularni menga deyishimni qarang. Aytib qo'ydilar aslida. Da. Shu bilan rosa keyin bular harakat qilganlar, yozganlar, javob bermaganman, kollej vaqti bo'lib qolgan, rosa harakat qilgan. Keyin oxiri aytganlar, "Menga qarab ketingdan yuravermayman men, bo'ldi. Gaplashish niyating bormi? Bilaman, rosa o'zingni olar ekansan. Bilaman, putingni bermas ekansan. Gaplashish niyating bo'lsa gaplashaylik, yo'qmasam bo'ldi, boshqa senga tipa aloqaga chiqmayotsalar." "Ha, bo'pti" deganman. Qarasam bu bola qaytib kelmaydigan. Yalingancha yalintirib olganman deganman. Shu bilan gaplashib ketganmiz. Gaplashdik, shu orada ozgina bilasizlar, qizlar bolalar urushib qoladi. Urushib qolganimizda bular jahl ustida onamga borib, "Qizingizni olmayman" deganlar. O'zim bilganlar demak. Onam bilardilar. Onam har doim vibirimni u paytda to'g'ri qabul qilganlar. Chunki men har doim aytardim onamga, juda ham bizda suvchi ko'p bo'lganda, menga ko'p opachalarimga nisbatan menda anaqa suvchilar kuniga 2 mahal, 3 mahal bo'lgan. Boshqa qizlarga o'shanga onam o'zim chertib beraman, juda katta odamlardan kelganda. Bu galichka uchun emas, men boricha aytyapman. Keyin turmush o'rtog'imga, "Voy, bu qizim student, ota-onalar ajrashib ketgan, onalar Amerikada. Qo'y qizim o'sha oyoqqa turgan, chunki studentlarda hali unaqa ishlari yo'q. O'sha tayyor, mana shuncha bolalar turibdi" deb rosa gapirganlar, lekin anaqami, tanlovimni ham hurmat qilganlar. 50 ga 50 man deb turgan joylarda bular ham kelib, "Qizingiz muzikalniga o'qigan ekan, ashula aytayotgan ekan." Siz muzikalnini bitirganmisiz shunda? Ha, muzikalni, meditsina meni xohishim bo'lmagan, meni onam xohishlari bo'lgan, chunki o'sha yili hozir shuni to'xtab turing, matematika bo'lib ketdi. Buzildimi? Muzikalnida ham o'qigansiz, meditsinada ham o'qiganmisiz. Ikkalovida. Chunki bu tanlov onamniki bo'lgan, bu tanlov meniki bo'lgan. Katta ustozlikda o'qiganman, keyin o'zimni bekitib uydagilardan, chunki ko'p artistlarni, meni qarindoshlarim ko'tarishgan bo'lgan, bu paytda sponsor bo'lib yurishgan bo'lgan. O'shani hisobiga bizdan chiqishi mumkin emas bo'lgan. Endi shunaqa vaziyat bo'lgan u yillari. Men 2009-yillar haqida aytyapman. O'shanda keyin men o'zim bekitgan holatda bekitib, ikkita bola bilan qiz bo'lib to'ylarga bekinib chiqqanmiz. Uni erim eshitib qolganlar. Feruzga to'ylarga chiqqan. O'zim pul topaman bo'lgan chonsa, pul o'zimniki bo'lishi kerak. Bu yangilik qiyinchilikdan chiqmaganman, lekin har doim o'zimniki, mana hozir ham turmush o'rtog'im zo'r pul topsalar ham, "Yo'q, men o'zimniki bo'lishi kerak" degan. O'sha yoshlikdan bor-da, chonsa o'zimniki bo'l. O'zim pul topaman, bekilib chiqqanman. Uni turmush o'rtog'im o'rtoqlari ko'rib qolib, aytib bergan. Onamga kelganlar, "Qizingni olmayman, bo'ldi. Ashula aytar ekan bu" deb ketgan. O'zi onam 50 bo'lib turganlar-yu. Kategorически no degan, yo'q deganlar-da, bo'ldi. Bu bolaga hayot uzatmayman. Endi ko'nglari orib qo'ygan, tipa bularni qattim gaplariga-da. Ana keyin men bo'ldi, yig'ishtirdim unda, shuncha o'qidim, maylini, men tanlov bo'lganda, yo turmushga chiqish yoki ashula aytish bo'lganda, men turmushga chiqish tanlaganman, chunki bularni qo'yib yubora olmaganman. Keyin onam ko'ndira olmaganmiz. Ana keyin jahon jangi boshlangan. Fotoqa qilayotgan joylarda necha marta men tegmayman deb chiqib ketib, rosa bunaqalar bo'lgan, katta odamlar yana ular oyoqqa turgan. Siz boshqa odam bilan fotoqa qilmoqchi bo'lganlar. Da. Demak, boshqa insonga unashtirib ketayotganda to'yi mashina 2-3 marta, bittasi emas, 2-3 martasiga. Buzib, pochcha bilan qayta qochib ketgan. Mojarolar qochib ketganmiz. Yo'q, qochib qanaqa chiqib ketganman. Uydan keyin men fotoqaga rozi emasman deb chiqib, ko'chada bo'lib turganman.
keyin endi qizni chaqirish kerak, anaqa qilish kerak, unaqalarda ko'p o'sha katta odamlarda ham konfliktlar boshlangan. Sani qizing nimaga o'yin qilyapti, mani qizim yerdan chiqqan emas, katta odamlar oyoqqa turib juda katta narsalar bo'lib ketgan O'zbekistonda. Oddiy odamlar emas edi. Ularni baribir chestiga tegan narsa. Endi men xohlamaganimni aytganman, endi onam qo'ymay mana bunaqalar bo'lib urushlar bo'lib ketgan juda katta. Toshkentda. Keyin ko'nganlar demak. To'ydan bir kun oldin men bormayman deb boshi tepasida turib, to'y hamma zo'r, o'sha 400 kishilik to'y. Shoshilinchda bo'lgan, chunki uzatib yuboraman deb o'rganadi onam. Amerikadan qaynonam kelib, bir oyda to'ylar qilib tashlashgan keyin. Mana shunaqa bo'lgan demak. Xo'p, bilishim bo'yicha ZAKSda emassiz. Yo'q, ZAKSda emasman. 15 yildan beri bezaks, lekin eng qizig'i Amerikaga bilishim bo'yicha eshitganman. ZAKSda bo'lsagina olib keta oladi qonuniy xotinni. Siz qanaqa ketgansiz? Menda o'zi qaynonam endi men borganimda 15 yil o'zi o'sha yerda edilar. Hozir почти 30 yildan o'sha yerda hamma qarindoshlar, erim, ona taraf qarindosh. Ota taraf bilan svязь yo'q. Ona taraf qarindoshlari o'shanda anaqa aytganlarki, men 5 yildan beri воссоединение qilaman, o'g'lim qolib ketgan deb dokument qilaman. Agar hozir uylandi deb ZAKSdan bu o'tsa, u yoqda chiqib keladi. O'sha 5 yildan beri shuncha ishlatgan pulim, shuncha harakatim yuvilib ketadi. Chunki bo'ldi oilasi bor, endi bo'ldi o'sha yerda qoladi deb hayotda bermaydi deganlar. Endi o'g'il qolib ketgan qizlarni olib ketganlar-da. Bular 3 ta qiz, bitta o'g'il turmush o'rtog'im. Keyin o'shanga undan battar onam boytod, bu hozir prosta olib ketadi, keyin tashlab ketadi, ZAKSsiz deb xavotir olganlar. Onalar, men to'g'ri qabul qilaman bu narsani deydi. O'zimizni ham onamizni hozir to'g'ri tushunaman. Lekin vaziyat ularda shunaqa bo'lgan. To'yimizdan keyin yarim yildan keyin ketganlar, green card meni poyqadamim bilan 5 yil kutilgan green card chiqqan bularga borib green cardni qo'lga olib qaytib kelganlar. O'shanda menga aytganlarki, onalarga aytganlarki, Feruza endi green cardni o'ynaydi. Endi bu Toshkentda chiqish qiyin edi. Ko'proq Samarqandda chiqardi. Green cardni o'ynaydi, keyin agar Feruzga chiqsagina qo'limda green carddan bor, keyin men birga boraman deganlar. O'shandan keyin green cardni shunda qatortolda, krukka oldida bitta ofis bo'lardi, o'sha yerda to'lg'ishardi. Bittada chiqqan. Omadni qarang. Ketishimiz anaqa nasibamiz, o'sha yerda rizqimiz o'sha yerda bo'lganda. Lekin men to'ldirayotganda ham ey xudoyim chiqmasin, chunki men ketmasam erim ham qoladi, menga O'zbekiston o'zi yoqadi, men chet elga qiziqmayman deb duolar qilib kirganman. Posolstvoga ham, chunki o'sha qizimga homilador bo'lganman-da, 3 oylik, hozirgi Farizaga homilador bo'lganman. Shundoq kirsam, qayerga borishingni bilasan, men deb berib turdi 1 minutda. Ya'ni yig'lab kirganman, ey xudo, o'tolmay qolib ketinglar, O'zbekistonda ketmaylik, yoqqa bormaylik degan. Qarang, savol javobsiz shunday urib berganda. Keyin hammamiz ketganmiz. Agar siz green card yutmagan taqdiringizda ham turmush o'rtog'ingiz siz olib ketsalar bo'lardi, to'g'rimi? Olib ketsalar bo'lardi, qachonki 5 yil o'sha yerda to'liq 5 yil yashab, ani bordi keldi emas. Soni bilan to'liq 5 yil yashab, pasport olganlaridan keyin 1 yil davomida dokument qilib keyin olib ketsalar bo'lardi. Ungacha uzoq biz ayro yashashimiz. Chunki ani 5 yil kirib chiqish emas. 5 yil to'liq yashashingiz kerak. Mana 10 yil davomida 5 yil to'lig'ini yasab oladi, tushundingizmi? To'liq 5 yil yashagan bo'lishingiz kerak. Xo'p, shunday qilib Amerika qissalari boshlandi. Keyin Amerikaga ketdinglar. Siz u payt 3 oylik homilador bo'lgansiz. Undan keyin bilishim bo'yicha boshida qaynonangiz bilan kelisha olmagansiz. Qaynonam bilan o'zi o'sha turmush o'rtog'im bu bormasa bormayman degandan o'zi to'g'risi teskari to'nlarni kiyganlar. O'zi anaqa o'g'illarni hali uylantirish niyatlari bo'lmagan, chunki student bo'lganlar, Amerikaga ketsin, oyoqqa o'zi tursin, keyin uylansin deganlar. O'zi boshidan xalaqit berganman hayotligisiga. O'g'il Amerikaga ko'chib borishiga ham xalaqit berganman. Понятно. Keyin o'zi ko'zlagan boshqa qizlari ham bo'lgan u yoqda. O'rtoqlarini qizi bo'lgan. Da. Lekin hozir qaynonamdan intervyu olsangiz bo'lar ekan o'zi. Yaxshi ham shu qiz olganman deydilar. Chunki hozir boshqachada, yaxshi ko'radi menimcha. Hozir zo'r kelishasiz. Juda ham. Borgandan keyin u yoqda baribir muhit boshqacha, qo'qqisdan boshqa qochib qolganingizni begonasiraysiz, qiyinchiliklari bo'ladi. Buni kishi o'zi bo'lmaydi. Endi qarang-da, men Amerikadan bordim. U yerda mana hozir keyingi yil boraman deyapsiz. U yerda bunaqa remontlar yo'q. Uylar qimmat. Juda ham millionli uylarni ani chetdagi uylardan ham juda ham skromniy, oddiy bo'ladi. U yerda remontlar shunaqa. Men borganman. Luxury emas. Luxury emas. U yerda unaqa remontga urg'u berilmaydi. Uyi o'zi turishingiz qimmat, shahariga qarab, statiga qarab-da. U yerda elita stat. New Yorkda. Borganman, menga o'sha sharoitlar yoqmagan. Men endi bunaqa oiladan, 7 mahal restoran ovqatidan, bunaqa xizmatkorlar bilan ko'rganman. Men buvim bilan ayro anaqa nima desam ekan, katta urg'u bilan katta bo'lganman-da. Chunki men 5 ta, men misol uchun 6 tamiz-ku. 6 ta opa-singil bilan emas, buvi bilan
boshqacha e'tibor bilan katta bo'lganmanda, menga bu erish tuyulgan. Keyin bunga o'qi, mana bunaqa ishga chiq, hamma bu yerda ishlaydi deysa, u ishlar men uchun yo'q. Keyin menga rosa anaqa qaynagachilarim, qaynonam, "Sen O'zbekistonda emassan, sen unaqa bo'lsang o'zingga, bunaqa bo'lsang o'zingga" boshlangan. Keyin biz shundan chiqisha olmaganmiz. Bu mani anaqa emas, mani auram yoki menga to'g'ri keladigan narsa emas deb. Lekin hozir aytadilar, qaynonam yaxshi qilgan deydilar. Hamma qatori bo'lib qolardi deydilar. Biza qatori bo'lib qolardi deydilar. Tushunyapsizmi? Yaxshi qilgan biza bilan. Demak, chiqib ishlagan, bu O'zbekiston emas, Amerikada ishlash kerak, pul topish kerak. Hammani dokumenti ishlab yurish kerak deganlar-da. O'ta shunaqa income taxlar qilishingiz kerak, yurish kerak. Hamma, misol uchun, hamma tentligiga chiqadi, bu yomon narsa emas, ani kampir boqqan chiqadi. Yo'q, kechirasizlar, yo'q. Chunki xuddi unaqa ish qilmagan bo'lgan. Hech qachon degan. Men mana shu narsada bularga qaynagachilarim, qaynonam, yana xolamiz bor, o'tda erim taraf ham faraz qiling, armiya bo'lib turishda bitta o'zim yo'q deb turman, faraz qiling. Hamma bilan o'sha chiqqanimgacha 10 yil o'tgan. 10 yil. 10 yil davomida Feruza qanday o'zgardi? Qancha qirralarim ochilib ketdi 10 yilda-da, lekin hozir qaynonam aytadilar, o'sha paytda qattim oyoq turib, ko'chalarda qolib, ko'chaga chiqarib borishgan. Sen bizga quloq solmaydigan bo'lsang, bor, o'zing oyoqqa turib o'sha aytgan narsangni qilgan deb. Ko'chada qolganmiz, qo'limda qizim 2 oylik, yana homilador bo'lganman, bilmay qolganman, doktorlarni unaqa bilmayman. -14 mashinada qorda, yaxshi bo'lib mashinalarni sotib ketgan edi, bu yerda Epicami, nimadir bo'lardi oxirgi ko'chib ketayotganimizda. O'sha pulga biz o'tda Audi olgan edik, kichkinagina mashina, yengimiz, til yo'q, pul yo'q, begona yurt. O'tda keyin arendaga uy ola olmaysiz. Kimdir kassayner bo'lmasa, yoningiz turib bermasa, nima deyiladi bilmayman o'zbekcha. Kassayner bo'lmasa, u ham ola olmaysiz. Kafil bo'lmasa. Mashinada uxlab, amallab, keyin bitta bola bilan yana homilador bo'lganman, qornim ochadi, pul yo'q. -14 zavat qilamiz, benzin tugab qoladi, u qiladi, amallaganmiz. Ishga birga borib kelamiz, ishga kirgan paytlar edi, chaqaloq bilan -14 da faraz qiling, isinishimiz kerak, mashinadan tusha olmaymiz. Kofe, choy olaman desangiz ham mashinaga o'tirganingizgacha muzlab qoladigan holat bo'lganda. Yig'lardim, issiq choy ichkim kelyapti debdi. Shunaqa qilib, qancha turtilib, o'tib-o'tga ishga kirsak, erim taraf borib haydattirib kelardi, bular ishga kirsalar pul topish kerak. İşte omela bu, yaxshi bola emas, o'zlarini qarindoshlarini, xolalar haydattirishardi. Omela bu, mana shunaqa onasini ko'chaga haydab borgan deb gap so'zlar qilishgan. O'zi biz ko'chadamiz. Boradigan joyi yo'q. Har xil holatlar o'tgan. Anaqa men doim aytaman, anaqa qiyinchiliklarni gapirib o'tirgan, u yoqqa qaytgim kelmaydi deyman-da. Lekin faqat luxury hayotda ko'rishadi. Siz faqat luxury juda, lekin boshlang'ich 4-5 yilimizni yaxshigina qiyinchilikda tilkalanib kelganmiz har taraflama. O'shanga bu kim qiynalayotganingizda it's okay, normalniy. Bu normalniy holat. Sen begona yurtdasan, normalniy. Men bu kim qiynalganini aytadi, chiqadi, qiynalibman o'qim. Bu normalniy. Hammani boshida o'tgan. Yangi sen begona yurtga tushding. Sen har taraflama aralansang, mukammal bo'lasan, har taraflama o'zingni защищать qilishni bilasan. Bu normalniy deyman. Ular hayron qoladi reaksiyamga. Rahmim kelmaydi, misol uchun, yo bor qaytib ket, unda demayman. Bu normalniy, qaytanga mustahkam bo'lasan, qattim bo'lasan, qaytanga yo'l yo'rig'iga o'rganasan. Bu yaxshi, chida deyman. Bir xil ketib qoladi. Bir xil qaytib ketib qoladi. Bu yaxshi. Bu Amerika uchun bu zo'r. Yaxshi. Bir tarafdan aytaman, bu yaxshiligi bo'lgan deyman. Oyoqqa turishimiz uchun ham, dunyo qarashimiz oshishi uchun ham, baribir yosh bo'lganmiz deyman, faraz qiling, 20 ga ham to'lmaganman. Erim 21-22 yosh farzandimizda ko'chada chaqaloq bilan yurganmiz. Amerikada. Aha, xo'p, birdaniga brilliant biznesini qilish qanday miyangizga keldi o'sha payt? Yaxshi bo'lib ketdi, o'sha menga endi men bu alohida yashadish 5-6 yillikni, yo'q, hali men ishga chiqmadim. 5-6 yillikni men bolalarim 3 yoshigacha, bog'chaga chiqqungacha uyda o'tirganman. Polniy aytaman, 4-5 yil men uyda o'tirganman. Men faqat o'zim yaxshi ko'rgan kasb bo'lsa ham, katta pul topaman, hammasini o'rganib o'tirganman. Qilmayman derdim. Misol uchun politsiyskiy formalar yoqardi menga. Politsiyskiy bo'lish xohlardim, lekin haba bo'lmaylar, oilaga past derdim. Hisob kitobini olib, oilaga o'sha pul yaxshi chiqadigan joylarga yopishga harakat qilganman. Bular aytardilar, senda liderskiy bor. Men senga pul tikaman, mana hozir yaxshi pul topyapman. Pullarim hammasini senga tikaman. Senda liderskiy bor, sen boshla birinchi. Keyin men o'zim biznesimni boshlayman. Bular menga pul tikkanlar.
chunki menda qattamqo'llik borda. Sizni birinchi o'sha biznesga yordam bergan odam bu turmush o'rtog'im. Turmush o'rtog'im. Pul taraflama ham, motivatsiya taraflama ham, qarashimni oshirganim ham turmush o'rtog'im. Mashinalarga qiziqmasdim, narsalarga o'sha eng populyarni bo'lgan Feruz Ko'zuni ham turmush o'rtog'im mashina olgin deb olib kelib berganlar. Mashina taqqin deb olib kelib berdi. Taqib, voy, xalaqit beryapti derdim u paytda. Taqqin deganlarda qo'limda taqib butun O'zbekiston chiqardi. U paytda baland uzuli yo'q edi. Keyin oqqa uncha urg'u berilmagan edi. Endi men olib kirganman demayman. Ko'proq tillarang moda edi. Da, ko'proq saru taqishardi, keyin baland uzuli uncha taqishmasdi. O'sha taqib yurgan siz eng zo'rlarni Amerikada taqasiz, bizga chiqaring deb, keyin katta kompaniyalar bilan hamkorlik qilib, borib, hammasini o'rganib, o'sha yerdan o'zimizga ishlab chiqarish boshladim. Men o'rtakash emasman. O'shani ham aytib Endi ketdik. ko'pchilik aytadi, Feruzga brend qilib olgan, lekin aslida o'zi unaqa brilliant sotmaydi, o'rtakashlik qiladi ham deyishadi. Yo'q, men o'rtakash emasman. O'shaning uchun mana Brooklynda kommentariyaga yozsanglar ham bo'ladi. Как раз men yaxshi ko'rgan ba'zan bor. Ular nima olishsa, nimadir bo'lsa, uziladimi, o'zi unaqa holat bo'lmaydi-yu, ko'zini tushirib qo'yadimi, brilliantni. Qo'li semiradimi, ozadimi, hamma servisi besplatni, brilliantni ham besplatni qo'yib beraman o'zimning tovarimga. Agar men o'rtakash bo'ladigan bo'lsam, bottigilarga o'xshab men servis qilib bera olmayman. Chunki ishlab chiqarish ham o'zimizda, brend ham o'zimizda, hamma narsa men anaqa nima edi, izdeliyasini ham o'zim chiqaraman. O'zi menga tegishli. Demak, Brooklynda? Brooklynda. Yo'q, Manhattan'da. Manhattan'da o'zingiz ofisingiz bor. To'g'ri. Bitta qo'lingizdagini ko'raydi. Mana shu $1 million uzukni. Rostdan. Brilliant. Brilliant. Endi ko'pchilik buni taqib chiqqanidan keyin ko'pchilik yo'q, bunaqa bo'lishi mumkin emas, $1 million ham oladimi deb. O'zi meni niyatim yozlarga edi. Tug'ilgan kunimda zakaz qilganman. Men вообще o'ylaganman, sentyabrda borib, JIga borib, tegi Feruzka, bu tegi aylana brilliantli Feruzkaniki. O'zingizda ishlab chiqarilgan buyog'i? Usti kerak bo'lgan menga. Chunki menda bunaqa butun ko'z yo'q. GI bizda bizani o'zimizni ko'chada joylashgan katta GI u просто brend, uni joyi yo'q deyshadi. Yo'q, qizlar Amerikada Manhattanda GI o'zini katta zdaniyasi bor. O'tga kirib xohlagan narsangizni zakaz bersangiz bo'ladi. Katta количество pulini to'laysiz. U sizga naturalniy brilliant xohlagan formulada, xohlagan качествоda olib kelib beradi. Endi to'g'ri O'zbekistonda yo'q, o'zbekistonliklar uchun yozib tashlashgan ekan kommentariyada. GI u просто sertifikat ism, uni joyi yo'q, bizda joy bor. Bizda katta zdaniyasi bor. Bizga juda bitta ko'chadamiz biz. Yaqin, chiqqanman, aytganmanki, men o'zi 2 qarat xohlaganman, munda bo'lib qolgan. Yana tug'ilgan kunimgacha keladim desam, yo'q, sen katta to'lov to'laysan, 8 oyda keladi degan. Keyin 4 qarat deganman, keyin 6 qarat deganman. Pulim bunaqa bo'lib ketyapti-da. Undan xabar yo'q, lekin ich ko'ngli kelmayapti. Bu kichkina narsaga. Feruz Ko'zuni kallasi ham katta-da. Keyin olib chiqqanman, Feruz Ko'zugimni kallasi katta. Men shunaqa narsa taqib yuraman. Mashinada bo'lish. Inson $1 million ko'zi o'zi degan. Ko'zi o'zi desa, olib ketganman. Mashina o'zi $1 million. Ko'zi ustini o'zi. Yo'q, tegi отдельно. Bu o'zi men aytganman, qanaqa special order qildirganman, maxsus order. Bu hamma dumaloqlar o'zimniki, mana bu dumaloqchalari o'zimniki. O'zlarida ishlab chiqarilgan. Da, o'zimniki. Mamani faqatgina special kalla bilan hammasini o'zimiz qilganmiz. Kallasini ham o'zimiz qilganmiz. Ko'zni o'zini ustiga qo'yib berishgan. Bu kallani o'zimiz qilganmiz. Hamma narsa o'zimizda. Faqat ko'z qo'yib bergan. Bu yoq dokumenti menga tegishli, bu yoq dokument ularga tegishli. Keyin boshlang'ich to'lovini $200,000 sanab qo'yasan degan. Qolganini 8 oydan keyin degan. Lekin 8 oyda emas, 4,5-5 oyda kelib qolgan. O'tiribman-da, endi bu yog'ini to'lash kerak adasi. Dadasi bermasangiz bo'lmaydi. Lavz bor, u yuz ko'z ko'rinadi, ko'rishamiz desam, nima qilib qo'yding dedilar. Nima qilib qo'yding? Taqmasam bo'lmaydi, bu menga yarashadi. Keyin yo'q, borib to'lab olib kelib berdilar, olib berdilar. Keyin o'shandan keyin ICT yes deb qo'ygan ekansiz. Unaqa qo'ydingiz. Men rozi bo'ldim deb ICT yes deb o'zingizga qo'ygan ekansiz. Ko'pchilik uni boshqa Feruzga, boshqa insonga turmushga chiqyapti deb ham o'yladi. Yo'q, bizning zaksimizda yo'q-ku, ayni o'sha kuni biz o'zi olgan kunimizda zaksda 12 soatda javob chiqadi zaksdan. U yoqda. Da, 12 soat. Siz zaявление tashlaysiz, men mana shu odamga turmushga chiqmoqchiman. Manhattanda men shunda anaqada nima edi? Brooklyn Bridge'dan tushganingizdan keyin, mustdan tushganingizdan keyin zaks xona bor. Topshirsam, zaks anaqa bo'ldi, kesinglar bo'ladi degan qog'oz ushlab tursak, azonda telefon bo'lyapti, qaynatam o'lib qolganlar haqida. O'shaning uchun biz asosiy video ham bora olmay qoldilar, o'sha tez ko'mishadigan bo'lib qolishdi, chunki o'sha ko'masa bo'lmaydigan holatda edi. O'shanga na video qila oldim, shuncha kutgan narsamni, zaksga ham borib qo'l qo'ya olmadik.
Faqat Hali yana o'shanga rasm zakis qo'yib qo'ydim. Qolib ketdi, yana qolib ketdi. Hali bezak suyuq. Bilmayman, bu odamcha nimaga uylanmoqchi emasdimi? Men bo'shmansam. Nechta bolalar bor shunda? Ikkita bolalar. Bo'yim tengi. 15 yillik turmush, ha? 15 yillik turmush. 15 yillik turmush, lekin hali bezaksiz yurish. Bezaksiz. O'zimni oldirib oldim, bo'ldi, yetadi. Hamma narsa o'zim nomida, o'tmasalar ham mayli deb. Keyin bo'lishib qo'ymaylik deb. Ha, lekin ko'pchilik o'ylaydi, mana bir o'ylarga baribir mol-mulk olgansizlar, xuddi shu narsa bo'ldimi, nima bo'ldi deng, biz notariusga bordik, uy oluvdik. Bu chunki biz ko'chib ketgan edik-ku. U odam Demak, Amerikada uylar bor. Bo'ldi, ha, oldik. Endi yo'q, bu yerda aytyapman. Bu yerga keldik. U yog'imizda aytayotdilarki, ayol, sizlar zaksinglar-ku, akasi. Ertaga ayolingiz siz bilan yashamayman, hammasini o'zi bilan olib ketadi. Uni nomiga olyapsiz sizlar. Voy, keyin u yoqda ham hamma narsa o'zini nomida. Olib ketaman, olib ketaveradi. Unga men qaramayman, men o'zim narsam o'zim olib olayman. Unaqa bizda o'rtamizda saniki, maniki o'rtada bo'linadigan narsa yo'q. U yoqda ham hamma narsa o'zini nomiga olgan, hech xavotir olmang deb notariusdan o'tyapmiz-da, anaqani olamiz, uy olamiz. O'sha ham u ayol aytib o'tib ketadilar, "Voy, zaksinglar yo'q, ertaga keyin uy unda qolib ketadi, biron nima bo'lsa, biron nima bo'lmaydi, ishonavering, mandakasini topolmaydi" deb qoldi. Mana men aytaman, "Voy, mandakasini topsalar bo'ladi, omadi." Bu yerda ham yana tayinlab o'tishar ekan. Notariusda, что ertaga keyin talashib qolsanglar, hech narsa qilib bera olmaymiz dedi. Zaksimiz yo'q, hamma narsa men nomimda. Ko'p ayollar yozibdi, "Voy, Feruza opa, ertaga biron nimani kutmanglar, chaqirmanglar." Yomon gumonda bo'lish kerak emas. Chaqirmanglar. Keyin to'g'risini aytsam, unaqa narsa bo'lmasin-u. Men mol-mulk, unaqa molparast emasman. Unaqa narsa yo'q. Bo'lmasin ham u narsa. Lekin bular har doim san nomingga olib qolaylik deydilar. Bo'ldi. O'zlarining xohishlari bilan. Mana hozir bu yerdan Toshkentdan uy oldinglar. Men lekin shu yaqin yilgacha bu yerdan uy olishingizni kutmagandim. Demak, yangiliklar bor, ha? Bor. Yaqin kelajakda O'zbekistonga ko'chib kelishingiz mumkin ekan. Bu yerda qanday bizneslar qilishingiz mumkin? Bu yerda ko'p qarindoshlarim baribir biznes etdi. Mana erim qarindoshlari, hozir mana ofislarda o'tiramiz. Ko'p bular bilan yengillik qilamiz. Hozir ochmay tura qoling deb ham turyaptilar. Chunki bularning ham baribir tanish bilishlari bor. Katta yengiligimiz bor Amerika uchun bu yerdan. Amerikadan ham lekin ko'p sohadagi odamlarga katta konkurensiya kelyapti, tayyor turinglar. Juda ko'p sohada biznes bu yoqqa olib kiryapmiz. Ko'p sohada yurg'izib ko'rmoqchiman shu yerda. O'shaning uchun men endi joylashyapman. Yana xudo xolisa yil oxiri yana kelish niyatim bor. Necha yil deganda keldingiz O'zbekistonga shu? 7 yil deganda. 7 yil deganda. 19-yili sinema to'yiga kelgan edim. 28 kunga kelib ketdim. Bolalarimni ko'rsatib kelib ketdim. 7 yilda keldim. Endi bu yog'iga tez-tez kelaman, kutinglar. O'sha uchun biznes kiritib, bu yoqda ham o'sha uchun tez-tez kelish uchun. Bu yoqdan qarindoshlarim bilan biznesni yoqqa ko'chirish, u yoqdan bu yoqqa ko'chirish. Ko'chirish emas, filial ochish, qilish. Filial alish to'g'ri. Da. U yoqda endi uy olish oson emas deyshadi. U yoqda ham uylar bor. Bor va hozir hamma o'zbeklarimizda bor. Hammada millionli uylar bor. Oldingidagi hech kim rentda turmaydi. Hamma Filadelfiyalarda, juda chiroyli New Jersey katta millionli havslar olishgan. Hozir 90% o'zbeklarimiz o'zini millionli uylarga ega. Oldingidagi holat emas, hozir hamma zo'r yashayapti mana. Manikilar o'tdagi mani ba'zam juda ham boy odamlar. Endi nima deydi, bizani o'zbeklarning vakili sifatida Amerikada o'zbek blogeri sizsiz, to'g'rimi? Endi qandaydir ma'noda shunday ma'lumotlarni aytgansiz intervyuda, qo'llab-quvvatlashgan qarindoshlarim tomonidan, o'zim va yaqinlarim tomonidan podpiska ham bo'lishmagan deb aytishganda, lekin begonalar qo'llab-quvvatlovi tanimaganlarniki voy juda ham kuchli, juda ham. Da. Shu narsa baribir qaysidir ma'noda yuragingizga ham tegmaydimi? Yo'q. Chunki men uzoqda yashaganim uchun bu menga normal holat bo'lib ketgan. Agar men bu yerda yashaganimda balki menga yoqimsiz bo'lardi, dilimni og'ritardi balkim. Lekin u yoqda men uzoq yashaganim uchun, faqat turmush o'rtog'im, bolalarim bilan bo'lganim uchun menga unaqa reaksiya yo'q. Lekin неприятный bo'ladi, когда anaqa o'zingizniki. Chunki bu yerda oldin o'sha men hozir yoqtirmay ketayotgan qarindoshlarim nomi ulug' bo'lib, doim tepada bo'lishganda, hozir hamma yoqda Feruzka bo'lib ketgani uchun ularni g'ashi kelayotganiga menga неприятныйsi shu. Nimaga o'zingni jiyaning, o'zingni qarindoshingni nomi ulug'lansa, katta joylarda aytilayotgan bo'lsa, katta okrujeniyada nomim tilga yaxshi olinayotgan bo'lsa, bu sani g'ashingni kelishi bu juda ham xunuk. Juda ham xunuk, даже keldim, ko'rishga ham kelmadi. Yo'q, chunki men ular qilayotgan postupkalar, ular gapirilayotgan gaplar menga hammasi yetib keladi. Chunki ularning oldidagi odamlar menga patxalamchilik qilib turadigan odamlar-da, ular hammasi yetkazib turadi.
O'shaning uchun men juda ham xunuk gaplar eshitganimdan keyin men ko'rishga harakat qilishdim, ko'rishmadim. Men o'zimni juda ham qadrimni bilaman, o'zimni juda ham hurmat qilaman. Oyingizga bordingizmi? Yo'q. Nima uchun? Bolalarim borishdi, men bormadim. Chunki meni xafa qilishgan. Sabab? Xafa qilishganda. Yo'q, endi o'zimizda o'zaro gap bo'lgan, xafa bo'lganman, endi dilimni ochishgan. Endi ko'p farzand bizada, meni ajratishgani menga yoqmagan. Nima uchun siz ajratishadi? Feruza, nima deb o'ylaysiz? Bilmayman. Mana Men agar meni qarindoshim qanaqadir katta odam bo'lib ketsa, endi men katta odamman demoqchi emasman, prosta endi nomi chiqib ketsa, men faxrlanib ko'rsataman. Mana bu brend ham erimni qarindoshlariniki. Men faxrlanaman bu odamlardan. Meni erimni qarindoshim. Mana hozir birga ish boshlamoqchimiz, o'shani anaqasi bilan yurimiz. Men faxrlanaman bu odamlardan. Erimni qarindosh. Menda agar qarindoshlarda ham shunaqa odam chiqsa, men faxrlanaman. Mulladagi men chetga surib, buni chetga surib qo'yish kerak. Buni hamma yoqda nomi chiqyapti. Ya'ni yomon nom bo'lsa hamchi xafa bo'lmasdim. Meni nomim yomon nom bilan tilga olinsa xafa bo'lmasdim. Lekin bu zo'r bo'lib ketdi, hamma yoqqa kuchi yetyapti. Amerikada ko'p joyi boshqaryapti. Ko'plar hozir u bilan tanish. Amerikadan turib, mana endi keldim 7 yilda. Ko'plar bilan, kattalar bilan tanish, katta okrujeniyada degan narsa ularni g'ashiga tegishi bu g'alati emasmi? Mana o'zingiz ayting. G'alati. O'shaning uchun ham gaplashgim kelmaydi. Oyingiz bilan ko'rishmaganingizga 7 yil bo'lganmidi? 7 yil bo'lgan, oxirgi marta 7 yil kelgan. Bolalarim borib kelishdi, men bormadim. Sog'inmadingizmi? Yo'q. Qahrim qattiq bo'lib ketgan. Kimga qanaqa endi bu hozir обсуждать qilishingiz mumkin kommentariyada onang-ku, u-ku to'g'risi boshingizga tushmagungacha bu narsani his qilmaysizlar. Chunki anunda kenayimga ham yetib yuradim. Mana Madina sizni kutib oldilar-ku. Madinaga aytdim, bitta ayol yozdilar, 3 oy bo'ldi bu narsaga. Skrinshot qilib qo'yganman, balki hozir telefonimdan topsam sizga yuboraman. Yozyaptilarki, shu temani olib chiqqaningiz, chunki olib chiqmasam bo'lmasdi. Men o'zi uyimdagilarni, даже otini ham, rasmini ham hayotda qo'ymaganman. Обсуждать qilmayman o'zim oilam, lekin shunga kelib qoldiki, stop qilishligingiz kerak edi-da, gap so'zi. To'xtatinglar deb oxir olib chiqib gapirganman Instagramda. Bir ancha yil bo'lib qoldi. O'shanda bitta qiz yozayotgan, o'sha yillar siz uyingizdagilarni gapirib chiqqaningizda to'xtanglar, bo'ldi, o'sha oshirib yubordinglar, tuhmatda ham evi bor deb olib chiqqaninglarda, olib chiqqaningizda men o'rtoqlarimga borib, nima bu, onasi-ku, opasi-ku, uydagilari-ku, kechirib yuborsa bo'ladi-ku deb yengil обсуждение qilganman buni dedi. Lekin Feruza deyapti, boshimga tushganimdan keyin, boshimga o'sha holat tushganidan keyin sizni his qildimki, Xudo meni boshimga tushirib qo'ydiki, birovni mushkulini, birovni vaziyatini, birovni problemasini sen yengil, mana bunaqa qilsa bo'lardi, bunaqa qilsa bo'lardi deb yengil birov bilan uni hayotini обсуждать qilgan uchun mana sen ko'r, qanaqa hal qilasan sen deb boshimga solib qo'ydi. Meni kechiring deb yozib yuborgan bitta ayol. Tanimayman, podpishik. Muhokama qilingan hayot o'zimizni boshimizga tushishi. Tushmagunigacha o'lmaysizlar. O'shancha muhokama qilmanglar. Men ham xohlamaganman. Opa-singlim bilan, akalarim bilan yaxshiman. Opa-singlim bilan, onam bilan teskari bo'laydi. Men ham xohlamayman bu narsani. Lekin shu holatga olib kelishganki, o'sha gaplashmaganim ma'qulroq holatga olib kelishgan. Shuning uchun ham gaplashmayman. Sizga nima tuhmat bo'lgan? Juda ham endi o'zaro juda ham ichkida tuhmat bo'lgan. O'shanga u narsadan adam xafa bo'lib qolganlar. Adam xafa bilan munosabatingiz bormi? Adam olamdan o'tganlar 2 yil bo'lgan. Yo'q, chiqisi yo'q, endi bilmaysiz-ku. Lekin adam oxirgi kunlari endi uydagi vaziyatlarni ko'p eshitib turaman, yetkazishadi. Tegiga yetib ketganlaridan xursandman. Adam gaplashgilari kelgan, lekin men endi Amerikadaman, hamma yoqdan blokka tiqib qo'ygan edim-da ularni. Bizga kechasi 4 da uxlab yotgan holatimizda o'tayotganlarida uzr so'ramoqchi bo'lganlar, lekin hamma yoqdan blokda bo'lishgan, svязь qila olishmagan, o'shani nafslanaman lekin. Shu. Otangizni ko'rmagansiz unda ham, vafotlaridan oldin ko'rmagansiz. Tiqildi. Kelsa qo'yib yuborish kerak. Yo'q, kerak emas. Xohlamaysizmi? Dadangiz tirik bo'lganlarda nima degan bo'lardi? Voy, chiqsalar gaplashardim. O'zi chiqishlarini kutganman. Endi bu qizlarniki o'zi bo'ladigan holat. Otangiz ham gaplashmay qo'yganmidilar siz bilan? Yo'q, men o'zim gaplashmasdim. Ularning gaplaridan xafa bo'lganman, keyin men gaplashmaganman. Shundan keyin o'sha oxirgisi sar alam qoladi-da. Nimaga oyingiz balkim hozir oyingiz oldilariga borganlarda balki gaplasha olarmidinglar ochiqcha? Kerak emas. Yo'q. Salfetka berishsan. Shu oxirgisi baribir alam qiladi. Uzr so'rab baribir gaplashmoqchi bo'lganlarda endi oxirgi faraz qiling, nafaslari o'sha menga sar og'ir bo'ldi. Ularni men eslamayman ham, men anaqa ham qilmayman. Lekin men bu
xayrlashib olmoqchi bo'lganlari, hech kim bilan emas, men bilan xayrlashmoqchi bo'lganlar. Ko'zlari ochib ketganlar-da. Mayli, Alloh rahmatiga olgin. Eng katta armon shu ekanda unda. O'sha yoqimsiz. Aytishadi-yu, ana boy laksheri hayot buni armoni bo'lmasa kerak edi. Da, yo'q bo'ladi. Bo'ladi. Ha, mayli, yaxshilikka bo'lsa. Nima bo'lsa ham hammasi. Xo'p, demak, endi kuni ketasiz yana Amerikaga. Yana qaytib kelaman. Qutuldi demanglar. Yana qaytib kelaman. Mana bitikda odamlar yaxshi kelibsiz, voy qoling qoling. Qachon ketyapsiz deb turganlar ko'p-da. Ketishimni kutmaylik, kelishim yaqin deyman. Xudo xolisa. Mana ko'pchilik anaqa qiladi-da, mana laksheri hayotda yashaydi, ko'proq laksheri hayotini ko'rsatadi, o'zi aslida shunaqamikin yo soxtamikin deydi. Chunki ko'pchilik blogerlar Instagramda laksheri hayotni ko'rsatib, aslida unday emaslar ham bor-da. Manda mamnaqa emas-ku, ani bilasizmi, kliplarda Rolls Royce, Rolex, Brilliant deydi-da, klipda 5 minutlik, 3 minutlik, keyin ko'chaga ko'rsangiz unaqa bo'lmaydi. Unaqa emas-ku menda. Misol uchun. Keyin to'g'ri bilaman, meni kommentariyarimda ko'p negativ bor, nima? Bunda odamlar video ko'rganda, endi men O'zbekiston blogeri emasman-ku. Endi bloger ham digim kelmaydi o'zim, endi lifestyle tanimasdan turib, arenda mashinani berib yubor. Vaqt kelib qoldi. Qo'lidagilari arenda, men bu ham original emas. O'zimni 500 mingta sotuvdi. Aytgancha, urib yuboring, 500 mingta sotuvdi turibdi. Bemalol chiqinglar, chiqazib beraman O'zbekistonga. Hammasi original. Hammasi original. Rolex desam, Patek desam. Siz bilan ham shug'ullanyapsiz demak. Soatda ham qo'sh aytdim-ku, men bitta odam bilan tanishib qoldim. Meni zdaniyamda bo'lib qoldi marketda 5-avenyuda. Voy, sen bazing bor ekan. Qara, sen anaqa taniqli ekansan. O'zi o'zbekistonlik. Lekin amerikalik bo'lib ketgan. Aytib qoldi, voy, menga aytib qolishdi, что sen bilan qo'shnimiz 5-avenyuda. Qo'shni bizani qiz deb aytib qolishdi dedi. Короче, o'sha tanishlarimni adasi bilan tanish ekan. O'sha tanishlarim bilan aloqaga chiqib, menga tushib qoldi. Biz tepa etaj bo'lib qoldik. Aytdi, "Davay, mendagi narsani boshla, men senga yo'l yo'rig'ini ko'rsataman." Men qiziqmasdim. Menga birinchi Rolex'im turmush o'rtog'im ishlamasdim, uyda o'tirardim. 30-razmerli, hali ham uyga men uni saqlab qo'yganman. Qizim taqadi, 18 ga to'lganda beraman deyman. Yo'qsa sotuvda ko'p. Ayni o'shanisi baribir menga qadrli. Sovg'a qilganlar, "Voy, shuncha pulga shunaqa soatni oldingizmi?" Qiziqish yo'q, nol. Nimaligini tushunmayman. 2016-yili birinchi soatimni olib berganlar turmush o'rtog'im. O'shandan keyin 2018-yili boshqasini olib beryaptilar. Men keyin qiziqish uyg'ondi, u odam yana aytayapti, o'shandan keyin soat sohasiga. Ani aytishadi, erkak kishiga 40 hunar oz desa, menga 400 ta ham oz. Ayol kishiga ham oz. Hozir yana bitta yangilik qo'shib ketyapman. Nima qilib ketyapsiz yana? Eski sohamni yana davom ettirib ketyapman. Qo'shiqchilikmi? Ha. Qo'shiq. Oxir turmush o'rtog'imni ko'ndirdim. Qo'shiq aytdingizmi? Da. Premyera. Xudo xolasa. Premyera. Feruzga qo'shiq ham aytibdilar, qo'y. Menga hamma qancha ko'p bo'lsa ham kam. Qilmagan ishingiz qolmadi endi. Yo'q, hammasida men chiqib kelaman. Qayerda pul bo'lsa o'sha yerda borman. Oxirgi to'xtaydigan nuqtangiz nima olsangiz tinjisiz? Oxiri mana vertolyot olsangizmi, samolyot olsangizmi? Vertolyot olsam, samolyot olgim keladi. Samolyot olsam, raketa olgim keladi. Oxiri Marsga chiqaman-da. Shunaqami deyman. To'xtata olmaysiz, meni to'xtatamiz. Yoshligimdan agonman. Meni hozir o'g'lim ham davomchim bo'lyapti. O'g'lim ham shunaqa tinmaydi, juda ham qarashi katta. Bilmayman, meni to'xtatish qiyin. Tepa mana bitta narsaga erishdim, bir oydan keyin уже undan tepasida уже niyatni qilib qo'ygan bo'laman. Keyin bitta narsaga to'xtalmadik. Feruz ko'zi necha yosh deb ko'pchilik o'ylaydi. Aytmagansiz chiqadi. Yo'q. Men hech ham bekitmaganman. Nechinchi yilsiz va hozirda necha yoshsiz? 91-yilman, 34 yoshman. 34 ga kirdingiz demak. O'xshaymi? Yosh ko'rnasiz lekin. Buni siri nimada yosh ko'rinish uchun, misol uchun baribir ayol kishi siqilmayman-da. bo'lish kerak-da. Siqilmayman-da. Meni siqib qo'yishingiz qiyin. Men nimadir переживать qilishim, nimagadir siqilishim qiyin. Men aytaman, "Okey, mayli." Ishonasizmi, ko'p bankrotstvaga ham uchraganman. Qanaqa, anaqa joylarim kamayishi, hamma bunaqa problemalar bo'lgan, siqilmayman. Aytaman, "Men yaxshiligiga noldan qila olganmiz-ku, bundan keyin ham qila olamiz" deyman-da. O'shaning uchun agar Xudo ko'rsatmasa, lekin bu anaqa og'izdan chiqishi ham xunuk-ku, nolga tushib qolsa ham siqilmayman. Chunki noldan chiqqan odam bu narsadan siqilmaydi. Qiyin emas deydi. Mana ko'pchilik biznesmen ayollar bilan gaplashsam shu gap aytishadi, agarda nolga tushib qolsam ham men yana qayta o'zimni tiklay olaman. Men yo'l yo'rig'ini bilaman-ku. Mana misol uchun o'zingiz make-up anaqa qilsangiz deydi, ya'ni kichikroq joydan olib kelsam, noldan o'zingiz oxirigacha o'sha professional make-upni qila olsangiz, artist tashlab yana qila olishingizni bilasizmi? Xuddi shunaqa gap. Men endi sizlarga
tushunarliroq qilib aytyapman. Da, qila olasiz-ku shuni noldan yana artib tashlab yana qila olasiz-ku, xuddi shunaqa gapda. Keyin men yana bitta narsa eshitgandim, Mercedes-Benz sizga o'sha mashinani ambassadorlikmi to'g'rirog'i? Ha, ambassadorlik, ha. Sizga reklamaga pul ajratadi, to'g'ri? Ajratadi, da. Buni ko'pchilik O'zbekistondagi blogerlar ham, xalq ham tushunmadi. Bizda anaqa Mercedes magazinlari har xil odamga tegishli. Lekin filial Germaniyada. Bizani mashina ham 2,5 yilda ikkita Gelanwagen ham 2,5 yilda kelgan, special order qilib, o'zimiz chizdirib, o'zimiz hamma birini biz zakaz qilamiz, turgan mashina olmaymiz. Sotib olgan, sarinda sotib olgan. Yo'q, sotib olganmiz. Uni hamma biladi. Ana aytishadiki, mana S-klass olganimizda ham o'sha birinchi S-klassim 222 da ham, arenda mashina dedi. Arenda mashina sota olmaysiz. Ana to'lovli mashina sotib olmaysiz. Biz 1-2 yildan keyin sotib olamiz. Uni to'lovli mashina 4 yilga beradi. Yana qaytarib berib yuborishingiz kerak. Tipa haydab yurganingizcha oyma-oy to'laysiz, yana qaytarib berib yuborasiz. Nimaga biz qaytarib berib yubormaymiz deb o'zimizdan o'rtog'imizga sotamiz. O'zim o'rtog'imga sotganmiz. Undan keyin yana 223 ga alishtirdik. Uni ham o'zbeklar olib ketdi. Uni olib anaqa rentakar ochishga o'sha yoqqa qo'yishdi. Undan keyin bular yana Jeep olganlar orada, anaqa GL olganlar. Uni ham o'zimizdan mahallada haydab yuradi bola. Siz uni sota olmaysiz. To'lovli mashina sotib qaytib kompaniyaga berib yuborishingiz kerak. Prosta siz 4 yil haydaganingiz uchun oyma-oy to'lov to'laysiz. Nimaga biz uni xohlagan paytimizda sotib yuboramiz? Tushunasizmi? Qog'ozlarimiz hammasi yonida. Keyin arenda mashinalarini hech qachon o'zgartira olmaysiz. Biz xohlagan narsa qilamiz. Keyin raqamlar menimcha unaqa ismga berilmaydi. Yo'q. Sizlarda ismli-yu? Keyin anaqa taksi ham deb qo'yish. Taksi T bilan boshlanadi. Uzun nomer bo'ladi. Uni ismingiz yozsa ham TLC yozilgan bo'ladi. Biz taksi emasmiz. Даже taksiga o'tkazmaydilar. Yoshligimda ham aytib o'tib ketay. Yoshligimda ham na adam taksiga, na avtobusga, na tramvayga, o'sha paytda tramvay o'tkaztirmasdilar. U paytda har xil anaqalar bo'lardi. Faqat o'zikisi olib borib, o'zikisi olib kelishardi o'qishlarimizga. Shofyorda yurgan ekan? Da, adam ham xohlasalar shunaqa yuborardilar. Bizda shunaqa bo'lgan. O'tkaztirmasdilar erkak kishilarga. Erimni ham shu taksiga o'tkaztirmaydilar. Bo'tga kelganda ham mana shofyor berdilar, begonaga o'tkaztirishmaydi. Bizda shunaqa. O'tda ham hech qachon o'zi taksi qilish turgur, birovni olib yurish turgur, o'tkaztirmaymiz hech kim mashinaga. Bolalarim o'tirib qolsa o'tirib qo'y. Meni mashinamning ichiga yeb-yeganiga hech kim o'tirmagan. Men o'tiraman. Bo'ldi, xudo xolisa, pochin qilaveradilar. Anaqa birovni olib yurish turgur, birovni mashinasiga o'tkaztirmaydilar. O'shanga bizda unaqa narsa yo'q. Keyin Mercedes reklamasiga kelsak, har bir bizda filial ko'p. Ma'lum shtat, demak, reklamaga pul to'laydi. Haydayotganingiz uchun. Agar bilasizmi qanaqa pul to'lamaganda siz boshqa mashina mingan bo'lardingiz. Ha, mana qarang, men aytib beraman. Sistemasini chunki o'ta ochiqlanmagan, tushunishmagan, chunki O'zbekiston uchun erish bu tema. Mercedes'ni filiali bizda juda ko'p. Bruklinning o'zida 5-6 ta bor, New Jerseyda 10 talar bor, har xil biznesmenga tegishli. Lekin bitta joydan chiqib keladi. Bizga faqat Germaniyadan kiradi. Tushundingizmi? Biz o'sha gelik anaqaga nima edi, order qilgan paytimizda yopilib qolgan edi Germaniya bilan Amerikaning yo'li karantin paytida. O'tda bizani tanishimiz bo'lib qoldi. Biz postoyanno bitta joydan olganimiz shu, u ko'rdiki, menda baza bor. Men aytdim, endi o't gaplashib o'tirardi edi direktor bilan, сообщительный odam, amerikanец. O'rislar bor o'tda New Jerseydagi filiali bilan tanish bo'lib qoldi. Biz o'rtoqdek bo'lib ketdik. Bordi, keldilar, qildik. Partiyalarga bordik. Keyin ular ham juda luxury odamlar bilanda. Keyin qarayaptiki, men borganimdan keyin o'tib ko'rib, ko'p o'zbeklar kelib mashina oldi. Deyapti, bizga hayotda o'zbek kelib olmagan, chunki New Jersey Bruklindan uzoqroq, o'zbeklar joyidan uzoqroq. Keyin aytdiki, "Davay" dedi, "Men senga anaqa oyiga $10,000 to'lov qilaman, faqat Mercedes'da prosta atmetka kelmas, chunki atmetka qilsam hamma filialda reklama bo'ladi." Mercedes yozig'i bir xil-ku. Tushunasizmi? Har bir state 50 ta state bor, 10 talab, 20 talab filial bor. Особый reklama qila olmaysiz uni, tushunasizmi? O'shaning uchun aytadiki, prosta sen Mercedesda yurganingni prosta videoda rullarini, sen gelik yaxshi ko'rishingni ochiqlab ber. Odamlar olsin, sen S-klass olsang, S-klass olarkan, Gelanwagen olsang, Gelanwagen olarkan. Chunki o'zbeklar kelyaptiki, eskisi chirib ketgan bo'lsa ham gelik bering. Chunki bu haydayapti, populyarniy bo'lyapti, ovozi bo'lyapti deb odamlar kelib gapirishgan buni. O'zimizdan o'zbeklar menga buni reklamani olib berishgan. Tushunasizmi? Borib gapirishgan meni. Mana bu qiz sizga kelar ekan, bu bizda taniqli, bizda birinchi bloger Amerikada, bu nima olsa hamma oladi deb o'zbeklarning so'zidan chiqqan u odam. Tushundingizmi? Klientlar kelib, meni obsujdatsiya qilishgan yaxshi ma'noda. Keyin u menga chiqadi, "Seni o'zbeklaring kelyapti, uzoq, yo'qmasam bizani o'zbeklar yashaydigan joydan uzoqroqda joylashgan." Seni gapirib olishyapti. Menga seni prosta Mercedesda yurganingni qo'yganing uchun men senga har oy $10,000 tushiraman. Nima yo'q? Tushirur.
10 ming teshib chiqmaydi deydi. 10 ming dollar tushirur, har birinchida to'lov qiladi. O'shanga aytaman, biz ikkita mashina zakaz qilganmiz, qo'ya olmayman, lekin hali kelmagan. Aytolmayman. Polностью kuzatishadi. U shundoq berdi bo'ldi emas. Aytaman, to'xtatgan kuning o'sha mashinaga o'taman. Всё. Lekin bu mashinalar o'zimizniki. U hayotda Mercedes sizga mayda mashina berib qo'ymaydi. O'zim sotib olganman, hamma to'lovlarim, qog'ozlarim, necha pul to'lov boshida order qilganimizda, maxsus order qilganimizda to'langan pul, hamma narsa qo'limda bor. Menga hech kim tekinga mashina berib, o'ta hech tiyin bermaydi. To'lab berishi mumkin. Reklamangiz uchun. Keyin o'sha 1 yil ichida men endi ko'rdim, 1 yil oldin sal to'lacharoq edingiz. Hozir ozgansiz. Qanaqa? Endi siz ayol kishisiz, endi bemalol aytaman. Da. Ayol kishisiz bemalol aytaman. Bilsangiz bir moda bo'ldi, anaqa BBL stil. Men endi ozg'in bo'lganman. Bizning avlodda semiz odam yo'q. Juda ham ozg'inmiz, akalarim. Men kechasi bilan pelmeshkilarni yeyman, ketib qolaveradi. Ammallab semirdim. O'zi O'zbekistonga 19-yil o'shanga kelganman. Korreksiya uchun kelganman. O'sha korreksiya qiladigan odamlar senda hech narsa yo'q, sen semirishing kerak deb qaytarib yuborishgan. O'zbekistonda. Endi Miamidagilarni tushunmasdim. Keyin o'tda borib 2 yil davomida ves oldim. Spetsialni oldimki, o'shani o'zimnikini o'zimga qilish uchun. Chundayli endi ochuv etmay, erkaklar ham kuzatadi. Sizga bemalol aytaman. Keyin Miamiga borib o'sha narsani qildirdim, lekin u narsani qildirganingizda qo'llaringiz, oyoqlaringiz endi ves olgansiz-ku, atilabdan qolib ketar ekan. Lekin men bunaqalarim yo'q edi, prosta kamera men bu yerda turgan bo'lganda, baqbaqali qiz bo'lmaganman, chunki boshqa anaqalarim ko'rasiz. Prosta u BBL stilga o'tganingizda sal qo'likkina bo'lib turar ekansiz, chunki faraz qiling oyoqlaringiz mundoqqina bo'lib, orqama mundoq bo'la olmas ekan. Keyin baribirga ham bitta narsa bo'ldi. Asl zotingga qaytasan deganda baribirga ham mana so'rilib, yana o'sha 50 kiloga tushib ketdim. Ozroq cho'konlar ham desa? Yo'q. Baribirga ham tushib ketar ekansiz. Agar sizda o'zingizda semirish moyilligingiz bo'lmasa, ko'plarda so'rang, o'sha BBL qilgan. Hozir 50 kilomisiz? BBL qildirgan odamlardan, endi shunaqa ayta qolaysiz, ochuv aytsam xunuk bo'ladi. Qildirgan odamlardan so'rang, baribir ketib qolar ekan, chunki jirku u. Baribir ketib qolar ekan. Agar sizda ozishga moyilligingiz kuchli bo'lsa, semirishga emas. Agar semiradigan odamlarniki turaveradi, mashinadan bo'lib. Demak, shu turishingizda o'zingizga nimalar o'zgartirish kiritgansiz? Faqat rostini ayting. Meni yuzimda ortiqcha narsa yo'q, lekin labimni eritishga ulgurmadim, chunki vesim tushib ketdi-ku. Eritmoqchimidingiz? Eritmoqchi edim. Men tabiiyligiga qaytib ketyapman. Bilsanglar bilasizlar. Hamma duo qiladi ertaga. Xudoga shukr. Hozir tabiiylik tarafdori bo'lyapti. To'ppa-to'g'ri. Chunki modadan qoldi-da, kattalar. Men o'zi avgustda kelishim kerak edi. Bizning biletimiz avgustda edi. Bularni majlislari bor edi, ikkita majlislari bor edi. O'shani hisobiga bular voy chaqirishyapti, o'sha kutib turuvdik. Kelavur deyishligisini kutib turuvdik. Qarasam ketib boryaptilar. Bir sutka men istoriya qo'ymaganim sabab nervotirovka bo'ldi uyimizda. Keyin qaytib kelaman, keyin avgustda boramiz dedi. Excuse me dedim, birga ketamiz dedim. Hamma o'ta chiroyli qizlar, qo'yib yuboramiz sizni. Zaksimiz yo'q dedim. Bo'ydoqqina qilib yuboramanmi yana, jaltir-jaltir qilib beraman. Keyin birdan biz biznesda bilet yo'q, nervotirovka, u yoqqa chopganmiz, bu yoqqa chopganmiz. Yana bitta bola Telegramdan turib amallab ekonomdan bilet topib berishdi-da. Yo'q. Tualetda bo'lsa ham ketaman dedim, lekin birga ketaman dedim. Shoshib qoldimki, men o'zi endi bes tashlaganimcha labim endi hozir katta bo'lib qoldi. Absurd qilmaylar iltimos. Oldingi besimga sar norma edi. Hammasini anaqa olib tashlash. Tabiiylik, da. Chunki kichkinaga nima bo'lib yurganim o'zi yaxshi ekan. Yo'q, hech narsa. Bu o'zimniki, hech narsa yo'q. Yo'q, hech narsa yo'q. Bu yoqda boshqa hech qanaqa o'zgarish yo'q. Bor, bitta shu bor. Endi bu siz buni katta kichik qilib bo'lmaydi-da. Buni katta kichik qilib bo'lmaydi bilan. Yo'q, bu sochim o'zimniki. Yo'q, o'zimning sochim. Biz o'zi qalin sochlaymiz. Tekis qalin soch. Bu ito homiladorlikda qanchasi tushib ketdi. O'sha anaqa operatsiyalarning hisobiga tushib ketdi. Shunda ham baribir qalin eplash qiyin. Ulash shart emas, o'zi qalin. O'zi zo'rg'a eplayman. Bolalaringiz bilan birga kelgansiz? Shunda bolalaringiz necha yosh? 12 yosh. O'zbek tilini bilishmaydi, lekin endi hozir qarasam onamga tashlab ketyapmiz biz, chunki olib ketib qolishyapti. Olib tushib turinglar deb akam yugurib keladilar. Juda akam bilan yaxshimanda. Anaqa o'zbekcha gaplashishdi. Ertalab turishi bilan babushka house mami dedi. Okay deyman. Bumikiga boraman dedi. Quyonlar olib berishgan hovlida. Baribir yo'q yoqadi-da. Birinchi marta men bilmayman qanaqa olib ketaman. Oyoqlar shilingan, qizlarmi oyoqlari shilingan. O'tib yugurishyapti. Bolalar, nevaralar ko'p. Opa-singillarim, nevaralar hammasi kelib olgan endi. Bu yerda 2 hafta bo'lib, polni bularni ko'rishyapti-da.
voy bu sizlarni qanaqa undoq oyog'ini qarasam hamma yog'i qashqa o'zida hovlida o'zi biz endi domda turamiz-da. Dedim maza qilishadi bolalarga yarasha o'zbekcha gaplashinglar dedim. Faqat o'zbekcha sari ilsin. Biz o'zbekcha gaplashamiz, qiynaladi. Ko'proq odam bilan общение bo'lsa zo'rroq bo'lib qolar. Endi ko'p olib kelaman bolalarni. O'zbekcha bo'lsin, baribir o'zbekga tegadi, o'zbekga uylanadi-da. Mani o'g'lim musulmon, u juda o'zi bilan Ka'balar, Qur'on kitoblar ko'tarib kelgan. Boshini tepasida turadi. O'zi uxlamaydi. Demak, ertaga qudandalik bo'lsangiz, aynan to'ylar bu yoqda bo'ladi. Xudo xolisa bu yerda bo'ladi. Endi ko'pchilik ham Amerikaga ketib hayotini davom ettirganlar to'yini aksariyat u yoqda kam qilishadi. Ko'proq kelib bu yoqda qilishadi-yu. Lekin yaqin kelajakda siz ko'chib kelmoqchisiz. Ko'chib kelaman. Ko'proq shu yerda bo'laman. Lekin u yoqda ham bo'lishim kerak. U yoqda ham mensiz ish bitmaydi. O'zim ishlarimda. O'z ishlaringizda. Lekin nimaga aynan boshqa bizneslarni ochishni xohlamaysiz, Feruzka? Katta pul aylanadi, xohlamayman tekshirib. Ochuchasiga aytaveraman. Juda katta pul aylanadi. O'shaning uchun men xohlamayman. Men aytdim-ku, kuniga 10 minglab topaman kerak bo'lsa, u yana men bitta ishni aytyapman. Mana shu anaqa biyodagi soha ochulanganlarini aytyapman. Dedim, katta pul aylanadi, o'shaning uchun tepasida turishim kerak deyman. O'zim ham hozir ham shoshib ketyapman. O'shanga kerak emas. Hozir ommaga olib chiqiladigan tema bo'lmay qolganda. Menda unaqa levi, anaqa nima deylardi, levi nelegal narsalar o'tda hech narsa qila olmaysiz. Nafas oldirmaydi o'tda. U katta xolangiz uy emas, endi ichida nelegalda, levi ish qiladi-da, o'shaning uchun ayta olmaydi. Yo'q, unga emas, hozir menga u sohada konkurensiya kerak emas. O'zim yaxshi topibman. O'zim yashasam bo'ldi-yu. Shunday. Feruzga, ayollar odatda endi to'g'ri sizda ishonch juda baland. Bunchalik ishonch o'ziga qayerdan olgansiz? Pullik uchunmi shunchalik? Yo'q, pulim men yoshligimdan qattiq shunaqa bo'lganman. Yoshligimdan aytayman, o'sha baribirga ham muhit ta'sir qilar ekan. Men shunaqa muhitdan chiqqanman-da. Katta qarashli, maqtanishga yo'ymang. Katta qarashli, dunyo qarashi baland bo'lib o'sganman o'zi. Baribirga ham tortar ekan zotingizga, tug'ilgan muhitingizga tortar ekanda. Lekin opa-singillarim, akalarim unaqa emas. Qaytan akalarim yo'q, bo'shroqlar. Meni xarakterim ichimizda shunaqa. O'zi bunday rasmimizda tursa, hammamiz onamda qo'llarida rasm tursa, men bu qiz kimmi qizi? Boqib olinganmi deyishardi. O'xshamaymiz. Face o'xshamaydi umuman. Hammasi bir-biriga o'xshaydi. Shu yana onam aytardilar. Kelardi-yu, botiroqga butilka alishtirib ketdi. O'shanda alishib olganman deb olardilar-da. Mayli, xo'p deyverardim hamma narsaga. Lekin baribirga ham tug'ilganingizda qarashingiz, u baribirga ham rol o'ynar ekan. Baribirga ham ayol kishida o'ziga bo'lgan ishonch bo'lsa, bu juda yaxshi-da. Samatsekas baland ayol bo'lgani yaxshi. Menga приятный bo'ladi. Juda ham xursand bo'laman, eshitaman u yoqda tanishlarimda. San kirib ketsang, hamma shunda molchat bo'ladi. O'chadi erkak kishilar ham. Chiqib ketguninggacha jim mashina turishadi deyshadi-da. Xursand bo'laman bir tarafdan, lekin bu xarakter baribirga ham. Buni to'g'rilab bo'lmaydi. Qattiqman, ozmuncha narsaga yonib ketaman, qanaqa o'zimnikini talab qilaman. O'zimni meni hurmat qilmagan joyda buzib tashlayman. Chunki men u odamni qanaqa holatda bo'lsa ham hurmat qilaman. O'shaning uchun xarakterim og'irligi uchun ham uncha-muncha odam kelib bemalol gaplasha olmaydi. Tushunarli. Xo'p, Feruzga, shu paytgacha ichingizda yillar davomida saqlab yurgan gaplaringiz bo'lsa, ayting, biz sizga imkon beramiz. Yillar davomida nimani aytmoqchi bo'lgansiz? Qattiqlik ayta olmagansiz. Lekin ko'p narsani ochib yordingiz hozir. Ko'p narsani ochdingiz. Misol uchun emotsiyamni, даже otam o'tib qolganlarida ham olib chiqmadim. Prosta men o'zi ana qiynalgan, siqilayotgan, problemaga tushgan narsani istoryamga qo'yishni xohlamayman. Menda ham bo'lib o'tiradi, aytaman, mana bunaqalar bo'lib o'tadi. Harakat qilaman, даже u kim bilan mana bizda ko'p ishkanlar ham bo'lgan, Amerikada boshqalar bilan u konfliktlarni olib chiqqanman. O'zimizkilar bilan bo'lgan. Lekin u narsani maksimalni kutganmanki, yaxshiligiga yoyib kelishib olishi. Lekin mana bu narsamni xohlashmagan. Oxirgi ommaga olib chiqib urush janjallar, sud bo'lgan, yopilishlar bo'lgan, yoptirib tashlaganman. Ko'p narsalar bo'lib o'tgan. O'zi o'yimchi kommentariyada ham yozishadi hali. Lekin men o'shanda ham bor-u, menga nohaqlik qilishayotgan holatda ham qara, kechgacha kutaman, uzuringni so'ragan. Shu yerda yopdi bo'ladi. Men chunki vaqtim yo'q o'zi kim bilandir konflikt qilishga. Meni o'zi 1 minut vaqtim ham pul turadi. O'shanga harakat qilardim yaxshilik yoshga, lekin tushunmayaptimi? Bilgandek uzrini so'rab joyida hech kim bilmagan holatda o'zaro yopdi bo'lishini xohlamayaptim, keyin ommaga olib chiqaman. Shu kerakmi senga sharmandagarchilik deb. Lekin o'zi juda ham o'tdinglarni men ayayman. Ular meni oilam bo'lib qolganda, Amerikadagi Qozog'istonlik bo'ladimi, Qirg'izistonlik bo'ladimi, farqi yo'q. Biz yana mana shu Aziya tarafidagilar hammani podдержка qilaman. Hammani yaxshi, biron kim, даже mana misol uchun magazinda turibman. Qaysi magazinni hozir aytsam tushunib qolishadi. Bitta magazinda turibman, ovqat emas, boshqa magazinda. Menga особый servis qilyapti, boshqa millat odami.
mana bu ayol yoshi katta ayol odimroq bo'lib turibdilarda, qaramayapti ham gapirayotganlarida. Men u odam bilan urushib ketaman. Yo'qsa bu meni eski tanishim, postoyanno oladigan joyim. Sen nima haqqing bor meni yurtdoshimni gapini 2 tiyinga ham olmayapsan. Bunaqa bo'ladigan bo'lsa, vashi bu reputatsiyani tushirib tashlayman bu yerda. Senga shu kerakmi deganimda tipillatib tashlashadi-da. Men ko'zim tushib qolsa ham o'sha yerda to'polon qilib ketaman. Agar bizani yurtdoshi, boshqa millat, bir-bir emas, boshqa millat kamsitib turganda o'sha yerda jahon jangi boshlanadi. Qo'ymayman. Biladi, уже olayganimdan boshlanadi, уже romkaga tushishadi. Men qo'ymayman o'ttigilarni biron bir inson O'zbekistondan uchib kelib ham kelganlar bo'ldi, azgina kamsitish bo'ldi, bitta ayollar keldi. Jahon jangi boshlanadi hozir. Yig'ishtirib ol dedim. Qo'ymayman o'ttigilarni kimdir neto gap qilsa, hammasiga turib beraman. Молодец, baribir ham yurtdoshlarni. Biz oila bo'lganmiz-da, o'ttigilar. Amerikadagi elitistdagi o'zbeklar, Aziya tarafdagilar hammasi bitta oila bo'lganmiz biz. To'g'ri, bunga vaqt kerak bo'ldi, lekin oila bo'ldik biz. Chetdan kelib, chetdan emas, O'zbekistondan kelib yoki boshqa joydan kelib, nina ham kira olmaydi bizning oilaga. Demak, bugungi intervyuni tugatamiz. Keyingisi Amerikada bo'ladi. Xudo xohlasa. Feruskani uylarini o'zim kutib olaman. Da, o'zim kutib olaman. O'tdagi moshina arenda bo'lgan. Dokumentlari bilan ko'rsataylik. Keyin brilliant zavodlarga boramiz inshaalloh. Demak, agar buni prosmotr zo'r bo'lsa, kommentlarni bossanglar, keyingi qismi chiqadi, xudo xohlasa. Xudo xohlasa. Rahmat, sog' bo'linglar. Rahmat. Ko'rishganimdan, tanishganimdan xursandman. Men ham xursandman. Nima deydi, yoqimli parvoz tilayman sizga. Rahmat. Eng qizig'i ertaga uchib ketadilar.